ko'taradi g'amimni, to'ldiradi kamimni, mendek ko'ngil yarimni, jigarlarim bor bo'linglar. Ko'taradi g'amimni, to'ldiradi kamimni, mendek ko'ngil yarimni, jigarlarim bor bo'linglar. Og'risam chopib kelar, yuragi oqib kelar, yo'q joydan topib kelar, jigarlarim bor bo'linglar. Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga, gullar sochar iziga, jigarlarim bor bo'linglar. So'zlari otamniki, ko'zlari onamniki, biriga bersin ikki, jigarlarim bor bo'linglar. Biriga bersin ikki, jigarlarim bor bo'linglar. Jigarlarim bor bo'linglar. Jigarlarim bor. Jılmen ayxalar, ak tellek benim basına bakıp baylanar. Koşak dolup gülgen. Avvalambor, assalomu alaykum aziz do'stlar, qadri baland qadrdonlar. Ocha tug'ilgan kun tabrik loyihasini aziz kuzatuvchilari, qadrdon muxlislar, mana biz bugun jamoamiz yigitlari bilan birgalikda 2024-yil fevral oyining 17-sanasida Mang'it shahriga Choyko'l o'figa tashrif buyurdik. Bu yerda hurmatli Hamida opamizni bugungi tavallud ayyom bilan, shukrona kuni bilan tabriklab, Hamida opamizni dunyolarga erishmaydigan, jondan aziz yaxshi ko'radigan hurmatli onasi mana Gulsara onamizning nomidan hamda Gulzira singillari nomidan hamda ukasi Umida kelinlari nomidan Hamida opamizni bugungi shukrona kun bilan tabriklab tashrif buyurdik. Hamida opamizga, Karimboy akamizga uzoq umr tilaymiz. Yaqinlari, farzandlari baxtiga dunyo turguncha turgay. Baymonjon opam nomidan ham Hamida opamizga uzoq umr tilaymiz. Rahmat hammaga, bizlarni kuzatishda davom eting. Dil yayrasın quvonib, qutlug' kunga to'yonib, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasın quvonib, qutlug' kunga to'yonib, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak. Duyarlar, davraga sizni chorlar, ko'zlarida mehr porlar, bayram muborak. Ey shirin shakar bolalar, aziz ota onalar, biz sizga parvonalar, bayram muborak. Dil yayrasın quvonib, qutlug' kuniga to'yonib, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Hamida opamizni bugungi tavallud ayyomi bilan shu yurakdan tabriklaymiz. Hamida opam
Zümrütler uzak olsa şükürane köprüden börek bastıramiz. Gülşenare, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Köyge toyana, bugün şadiyana, tug'ilgan kun muborak. Yaylasın kulağını, köyge toyana, bugün şadiyana, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra alıp oynayın, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra alıp oynayın, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra alıp oynayın, tavallud kun muborak. Karabukda chiroyli qarsaklar bilan Hamida ifomimizni bugungi tavallud ayyom bilan tabriklab qo'yamiz. Qani hurmatli mehmonlar, birgalikda tabriklaymiz. Qani tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Hay qolma yashak. Tabriklaymiz Hamida ifom, bugungi shukrona kun, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Barcha yaqinlar nomidan, jigarbanlar nomidan tabriklaymiz. Bolalikka atalganmi, didor esa suratlarga qadalganmi, son sanab ishlash uchun yaralganmi, kelin bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi, didor esa suratlarga qadalganmi, son faqat ishlash uchun yaralganmi, kelin bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda, bir didorga nima yetsin bu zamonda, har kun bo'lmasa-da mayli onda-sonda, bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda-sonda, yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, menim jigarlarim, sog'ib turganlarim, sog'inganlarim, jigarlarim, menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Hamida ifo tabriklaymiz, birimizni sog'ib barcha yaqinlar baxtiga, farzandlarimiz baxtiga hamisha sog' salomat o'rgaysiz. Karimboy akamiz bilan birgalikda dunyo turgin shakringlar. Qalay polvon. Ota bo'lib, ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib, ona dardin bilayapmiz. Ularga bir biz ham bugun g'animatmiz. Tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib, ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib, ona dardin bilayapmiz. Ularga bir biz ham bugun g'animatmiz. Bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda, Didorga nima yetsin bu zamonda, har kun bo'lmasa-da mayli onda-sonda, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda-sonda, yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. jigarlarim, mening jigarlarim, sog'ib turganlarim, Sog'inganlarim, jigarlarim, mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Asadbek, jigarlarim,
kuni bilan tabriklaymiz. Bu kun shunday kunki, yaxshi niyatlar va yaxshi insonlar uchrashgan kundir. Bu kun shunday kunki, orzu, armonlar, omad ortingizdan ergashgan kundir. Bir umr kutilgan axir shu onlar ko'zimiz quvoshni talashgan kundir. Avvalambor assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar. Assalomu alaykum bugungi fayzli, baxtli xonadonga, Allohning rahmati yog'ilgan fayzli oilaga o'zlarini yaxshi niyatlari bilan tabriklab, qadam ranjida qilgan qadrdonlar, aziz mehmonlar, barchamiz xush ko'rdik. Hamida ifamizni bugungi tavallud ayyomiga, shukrona kuniga xush kelibsizlar. Kelinglar aziz mehmonlar, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, yana bir bora chiroyli qarsaklar bilan Hamida ifamizni bugungi tavallud ayyomi bilan tabriklab qo'yamiz. Hamida ifa tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim 60dan oshib 70ga yetib, 80dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib o'rgaysiz. Farzandlarni baxtu kamolni ko'rib, Karimboy akamiz bilan birgalikda dunyo turgan shotiringlar. Mana shu yuzimizdagi kulgi tabassum sizni aslo tark etmasin. Hamida ifa aslo kasal bo'lmagaysiz. G'am, alam neligini bilmagaysiz. Farzandlarni baxtu kamolni ko'rib, barcha yaqinlar baxtiga, onamiz mana Gulsar onamizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lgaysiz. Hamida ifa bilasizmi? Tavallud ayyom bilan tabriklab sizni bugun kimning nomidan tabriklab tashrif etdik? Hamida ifa, bunday surpriz kimning nomidan deb o'ylaysiz? Kimning nomidan? Benim babamның Karimbay'dың namı. Yo'q, Karimboy akam nomidan emas. Bunday surpriz kimning nomidan deb o'ylaysiz? Bilmadingiz ha? Ana haqiqiy surprizlar chiroyli qarsaklar bilan tabriklaymiz yana bir bora. Hamida ifa, biz sizni bugungi tavallud ayyom munosabati bilan tabriklaymiz. Sizni jondan aziz, yaxshi ko'radigan, yer u ko'kka ishonmaydigan, sizni dunyoga keltirgan inson onangiz Gulsar onamizning nomidan hamda mana hurmatli Gulzira singlimizning nomidan hamda ukamizning nomidan, Umida kelinlar nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Hamida ifa tabriklaymiz. Endi ay polvon ishida kim ekani bilib olamiz. Demak, qani Gulzira ifa chiroyli qarsaklar bilan tabriklaymiz. Shukrona kun muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Hamida ifa bilan uzoq bo'lsin. Gulsar onamizning nomidan, Gulzira singlimizning hamda ukamizni, Umida kelinlar nomidan tabriklaymiz. Ağlayanmaz ko'ngillarım, bağımda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyamsiz bor, aziz opa-singillarim. Qarda yopmoq ko'ngillarim, bağımda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyamsiz bor, aziz opa-singillarim. Azizlerim, sevgilerim, dillerimi kırıp koyganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa-singillarim. Siz orsizki bag'rim butun, bo'lmagayman g'amga tutun. Shukr qilaysiz bor uchun, aziz opa-singillarim. Ağlayapmoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyamsiz bor, aziz opa-singillarim. Harbiy tabriklaymiz opa-singillar nomidan, ziyardatlar nomidan sizga sog'liq tilaymiz. Onamiz nomidan bugungi shukrona kun bilan tabriklab tashrif buyurdik. Gözleringiz kaç, saklatı sevdiğinge sırdaş, köksündeki bakmaz kıyaş, aziz opa-singillerim. Gözleringiz kaç,
ki yıldızı bir arvahım yürüyerek minge kirim aziz opa singillerim sizler meni kerakimsiz hayotdagi tugagimsiz bo'lib turgan yuragimsiz aziz opa singillarim. Hamida tabrikimiz barcha yaqinlaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lgaysiz. Allohning mehri ila yaralgan inson. Boringizga shukrlar aytayin shodon. Sizni baxtlar qilsin har lahza har on. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amli ko'rmasin. Kulgan ko'zlaringiz kamlik ko'rmasin. Pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh. Ko'zingizdan oqsin baxtga to'lgan yosh. Hayotingiz doimo quvonchga to'lsin. Hamida tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yana bir bora chiroyli qarsaklar olib qo'yamiz, tabrikimiz. Qani endi Gulsara onamizning nomidan Hamida qizimga deb yozilgan shirlik to'rtlarni yana bir bora chiroyli qarsaklar bilan topshiramiz. Bugungi shukrona kun hammaga muborak bo'lsin. Hamida ifomizning oltin boshlar omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugungi tavallud ayyom bilan Gulsara onamizning nomidan tabriklaymiz. Hamida ifomlarimiz uzoq bo'lsin. Sizlarga turgan tabassum sizdan aslo tark etmasin. Hadi chiroyli qarsaklar bilan tabriklaymiz. Cesursuna sondajımın arkalar Akıllık beni basına bakıp baylalar Koşaksın birge şakınlarının belge Erjul sayan aytay bana Kazık soğuk sayran Yana ajoyib sovg'alar topshiramiz. Hamida ifom yaqinlarimizning nomidan, opa singillar nomidan, jigarbandlar nomidan sovg'alar topshiramiz. Shukrona kun muborak bo'lsin. Hamida ifomimiz oltin boshlar omon bo'lsin. Tabriklaymiz. Vakit ömür sürgün Şanımda bolsun dem Açar kumursanım Can sevmedin Bugün senin duvar gönül aman mısın o kanı Derdu ikin olur Erkın yaşar atkan Döksün şu aklım oynab güldüm Hatta sana Kuvanmış gelinip dur canım Arasında Koşarım bu sulara Emin şöyle Şala söz benziye Kırgızı senin dumanı Qani endi Hamida ifom kelin. Gulsara onamiz bilan birgalikda shirlik to'rtlarni kelsa barcha yaqinlar bilan baham ko'ramiz. Gulsara ona kelin qizimiz bilan birgalikda mana Hamida qizimga deb yozilgan shirlik to'rtlarni kesib hamma yaqinlar bilan, qarindoshlar bilan baham ko'rasizlar. Muborak ayyomning tiniq tongiday musofir ranglarga to'lganda bordi. Xushbo'y tabiatning yetti rangiday osmon gardishida qariganda yorli. Eng porloq tuyg'ularni tilayman sizga. Eng go'zal tilaklarni tilayman sizga. Hamida ifom tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabrikimiz qani. Gulsara onamiz bilan birgalikda shirlik to'rtlarni kelsa barcha yaqinlar bilan, qarindoshlar bilan baham ko'rasizlar. Hamida ifomimizni farzandlari nomidan ham tabriklaymiz. Tug'ilgan kuni Tug'ilgan kuni Meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni Tug'ilgan kuni Bugun onamni
tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning olijoni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni mo'yizginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni chiroyligim dilbarim oy jannat sana men uchun go'zal siz bilan hayot xudoyim jonini qilgin ehtiyot onajonimni tug'ilgan kuni mo'yizginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni mo'yizginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni seni dunyoga keltirgan aziz onajonimni shukrona kuni Aliday bobomizni farzandlari nomidan maqolligimiz mo'yizginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni mo'yizginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz onajonimni shukrona kuni bu olam mehriga eng loyiq kimsan? Kim deya gohida savol bo'ladi. Jannat onalarning poyida bo'lsa, bu dunyoni eng ulug', eng azizi ayol bo'ladi. Qancha yesoz yesang do'stlari shuncha kam. Bo'lmasin dilda g'am ko'zlaridan nam. Ona tuqqan axir payg'ambarni ham bu dunyoning eng ulug', eng azizi onajonlarimiz bo'ladi. Qani endi davramizga yirik bor. Enajon momomizni taklif qilamiz.